Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli görürmenler. İstiqlal kündülük haberlerini görüşüngana kızgın karşılamız. Men Erşidin Ediqot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alaqadar muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Qani diqqatinglar ekranımızda bolsun. Xitoy Xotan viloyatida yangidan 2 nahiya ta'sis qildi. Xitoy Sharqiy Turkistonning Xotan viloyatida yangidan 2 nahiya ta'sis qilgan bo'lib, har ikkilisiga xitoycha nom berilgan. Atalmış Uyghur Abdunum rayonluq hökumətinin organ torida e'lon qilingan uqtirishdan ma'lum bo'lishicha, Xotan viloyatida 2 nahiya yangidan ta'sis qilingan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti va Davlat ishlari mahkamasi tomonidan tasdiqlanganligi bildirilgan. Qayd qilinishicha, Xan nahiyasi va Xikang nahiyasi deb xitoycha nom berilgan. Yangidan ta'sis qilingan 2 nahiya Xotan viloyatining boshqarishida bo'ladi ekan. Alaqadar uqtirishda Xan nahiyalik hukumatning Xotan nahiyasidagi Yulg'un bozorga, Xikang nahiyalik hukumatning bo'lsa Guma nahiyasidagi Shaydulloh bozoriga joylashadiganligi uqtirilgan. Xitoy Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan tortib, har qaysi nahiya viloyatlarida ma'muriy rayonlarining nomini va tavalligini qalaymaqan o'zgartirish, xitoylashtirish, ko'paytirish yoki qisqartirish qatorliq qilmishlarini izchil davomlashtirib kelmoqda. Xitoyning bu harakatlari amaliyotda Sharqiy Turkistondagi ishg'oliyatini pardozlash, nopos qurilmasini o'zgartirish, kontrollik va nazoratni kuchaytirish qatorliq maqsadlari uchun xizmat qilmoqda. Bugün Esad'ın zindanlarından daha beter zindanlarda yaşayan Doğu Türkistan halkının uğradığı eziyeti, işkenceyi ve soykırımı bugün biz Türkiye'de anlatamadık. Sakarya Universitetida Sharqiy Turkiston temasidagi yig'inning amaldan qoldirilishiga qarshi namoyish o'tkazildi. Oldingi hafta Sakarya Universitetidagi so'z va qalam uyushmasi uyushtirgan Sharqiy Turkiston temasidagi yig'inning universitet mas'ullari tomonidan tuyuqsiz amaldan qoldirilishi kuchlik norozilik qo'zg'agan bo'lib, o'quvchilar buningga qarshi bayonot e'lon qildi va namoyish o'tkazdi. So'z va qalam o'quvchilar uyushmasi ijtimoiy taratquv hisobida bildirishicha, mazkur uyushma o'rinlashtirgan Sharqiy Turkiston temasidagi yig'in mustaqil tadqiqotchi Abdullah O'g'uz apandining taklifli qatnashishi bilan 25 dekabr o'tkazilgan bo'lib, bir necha kun ilgari ijtimoiy uchur vositalarida e'loni tarqatilgan. Ammo shu kuni yig'in boshlanishiga 15 minut qolganda maktab mudiriyati tomonidan sababsizla amaldan qoldirilganligi uqtirilgan. Bu kutilmagan qaror so'z va qalam uyushmasidagi o'quvchilarning qattiq noroziligini qo'zg'agan bo'lib, bu haqda darhol norozilik bayonoti e'lon qilgan. Bayonotda maktab mudiriyatining yig'ilishni sababsiz amaldan qoldirishi qattiq ayblangan hamda o'quvchilar uyushmasining yig'inga bir qancha hafta ilgari tayyorlik qilganligi, bu haqda universitet rahbarligining rasmiy ruxsatini olganligi, ammo yig'inning barliq tayyorligi bitib, boshlanishga oz qolganda maktab mudiriyatining buyrug'i bilan yig'in o'tkaziladigan zalning chirig'i o'chirib o'tilganligi, yuzlagan o'quvchining universitetdagi amalliq qo'g'dug'uchilar tomonidan yig'in zaldan majburiy chiqarib o'tilganligi bayon qilingan. Bayonotda yana o'quvchilarning universitet rahbarligining qaroridan qattiq umidsizlanganligi, o'zlarining har doim Uyg'ur qarindoshlarini qo'llaydiganligi, yanida turadiganligi, Uyg'urlarni qo'llash sababli duch kelgan besimning o'zlarini qo'rqitolmaydiganligi ta'kidlangan. Universitet o'quvchilari yana 28 dekabr universitet mudiriyatining Sharqiy Turkiston temasidagi yig'inni sababsiz amaldan qoldirish qilmishiga qarshi maktab qo'rasida norozilik namoyishi o'tkazgan. Namoyishga qatnashgan o'quvchilar Sharqiy Turkistondagi Xitoy rejimiga qarshimiz degan shuar yozilgan plakatni ko'tarib, Sharqiy Turkistonni Uyg'urlarni qo'llash mazmunidagi shuarlarni to'lashgan. Türkistan susturulamaz! Türkistan susturulamaz! Sharqiy Turkiston O'limalar birligining 11 qatimliq shura yig'ini muvaffaqiyatli oxirlashdi. Sharqiy Turkiston O'limalar birligining 11 qatimliq shura yig'ini 28-29 dekabr kunlari Istanbulda o'tkazildi. Yig'inda 2024-yillik xizmat doklati anglab o'tilgandan keyin 1 yillik xizmat jarayonida saqlangan masalalar muzokara qilindi va Sharqiy Turkiston da'vosi va o'limalarning roli, o'limalar duch kelayotgan qiyinchiliklar, muhojiratda qilishga tegishli xizmatlar qatorliq temalar muzokara qilindi.
29 dekabr tushdan burun muhokama va munozara orqali Sharqiy Turkiston davosining navbatdagi ahvolini, birlik a'zolari va xalqdan topshirib olgan takliflarni qabul qilish asosida o'limalar birligining ilgirki nizomnomasiga tuzatish kirgizildi. Oxirida tuzitilgan nizomnoma ovozga qo'yilib, birlik a'zolarining birdek qo'llashi bilan ma'qullandi. Bu qitimliq yig'inda yoshlarni yetaklash maqsadida o'limalar birligiga yangidan yoshlarni yetaklash bo'limi ta'sis qilindi. Birlikning qarmog'idagi da'vat bo'limi, fatvo bo'limi, ta'lim-tarbiya bo'limi, bayonot bo'limi, iqtisod bo'limi, tashkilotlararo munosabat bo'limi, tadqiqot bo'limi a'zolari uchun ayrim-ayrim muzokara yig'ini uyushtirildi. Bu jarayonda har qaysi bo'limlar 2025-yillik xizmat plani tuzib chiqdi. Oxirida Sharqiy Turkiston o'limalar birligining raisi doktor Olimjon Bug'da muzokaralarga asosan o'limalar birligi 2025-yilda ishga oshirmoqchi bo'lgan xizmatlar haqidagi qarorini e'lon qildi. Qarorda Sharqiy Turkiston o'limalar birligi Sharqiy Turkiston xalqining, bo'libmi muhojiratdagi Uyg'ur xalqining e'tiqodi, axloq fazilatlari, milliy urf-odat va an'analarining qo'g'dilishi va Uyg'ur jamiyatining islohoti uchun barliq tirishchiliklarini ko'rsatganligi, o'limalar birligi tashkilotlararo munosabat bo'limining xizmatini jonlantirib, Turkiya sirtidagi Sharqiy Turkiston tashkilotlari bilan munosabatni kuchaytirishga harakat qilganligi, muhojiratdagi Sharqiy Turkiston tashkilotlarining barliq xizmatlari va faoliyatlarini Sharqiy Turkistonning mustaqilligini markaz qilgan holda ilib berish haqidagi tashviqotni kuchaytirganligi, xalq bilan o'limalarning o'ttirsidagi munosabatni kuchlantirish harakatini jonlantirganligi, Istanbuldagi Uyg'ur maktab va madrasalarida diniy, milliy qimmat qarash ingini kuchaytirish uchun qarorlik tarbiya faoliyatlarini tashkillaydiganligi, da'vat uslubi va sifatini o'stirish uchun Uyg'ur o'smirlarining qalbiga din, vatan va millat tuyg'usini singdirish uchun xizmat qildiganligi, har qaysi darajalik maktablarda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga qaratmali xizmatlarni kuchaytirganligi ta'kidlandi. Amerika Moliya Ministrligi Xitoyning tor hujumiga uchradi. Amerika Moliya Ministrligi bu oyning 5-ida Xitoyning qo'llashi ostidagi tor hujumiga uchragan. Amerika Moliya Ministrligining bu masalaga doir parlamentga yo'llagan maktubida muhim bir voqea yuz berganligining bayqalganligi bildirilgan. Maktubga asoslanganda, ministerlik 8 dekabrda 3-taraf yumshoq detal mulozimat ta'minlaguvchisi Biyan Tarasning Moliya Ministrligi ishxonalarining ishlatuvchilariga yiroqdan texnikalik yordam ko'rsatish uchun ishlatilgan bulut mulozimatiga Xitoyning singib kirganligidan xabar topgan. Maktubda Xitoy xakerlarining ba'zi xizmat o'rinlariga yiroqdan so'qinib kirganligi va ba'zi turga ayrilmagan hujjatlarni qo'lga tushirganligi, mazkur voqeaning Xitoy rejimining qo'llashidagi xakerlar tomonidan ijro qilinganligi bildirildi. Amerika Moliya Ministrligi tomonidan e'lon qilingan bayonotda voqeaga doir tor bexatarligi va qurilma bexatarligi idorasi bilan aloqalashilganligi va ta'sirini bayqash uchun bexatarlik kuchlari bilan birlikda xizmat qilinganligi bildirilgan. Bayonotda yana Amerika Moliya Ministrligi sistemalarining ega bo'lgan sonliq ma'lumotlarga qaratilgan barliq tahdidlarni nihoyat jiddiy sezganligi ta'kidlangan. Ukraina Rossiya bilan asir almashtirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan asir almashtirganligini e'lon qildi. Zelenskiy bu xabarni ijtimoiy taratquv vositalari orqali e'lon qilgan bo'lib, asir almashtirishda 187 harbiy va 2 fuqaro bo'lib, jami 189 Ukrainalikning qo'yib berilganligi, bu jihatdagi xizmatlarni davomlashtirayotganligi bildirilgan. Rossiya Mudofaa Ministrligi asir almashtirishga doir e'lon qilgan bayonotida suhbat jarayoni natijasida Ukraina hukumatining kontrolligidagi joylardan 150 Rossiya askari qaytarib olindi. Buning badaliga 150 Ukraina askari qaytarib berildi. Qo'yib berilgan rus askarlari Belarusiyada turibdi. Askarlarga zarur bo'lgan tibbiy va psixologiyalik yordamlar berilyapti. Askarlarimiz ministerlikqa qarashliq sahiya markazlarida davolanish uchun Moskvaga yetkazildi. Rossiya askarlarining qo'yib berilish jarayonida Arab Birlashma Xalifaligi insonparvarlik vositachilik rolini ustiga oldi degan. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertadagi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.